ruhiy qiymatlarni saqlab qolish uchun Tatariston prezidenti Rustam Minnixonov respublikada yashovchi ko'p millatli xalqning totuvlig'in, millat ora ham konfessiya ora to'triqlikni saqlab qoluv, ular tutgan ikki tip dinni de bir tegiz ko'ruv bilgirtuv ham tarixiy haykallarni kelajak bugunlarga miros etib жеткирүү maqsadidan büyük muhim qarorga qo'l qo'ydi. Muhim kunni muhim qaror. Nurlatlar 4 noyabrda Tatariston prezidenti Rustam Minnixonovning Bulg'ar Islom akademiyasini buldiruv ham Qozon izgi ona ikonasi saburin yangidan turg'izuv turindagi uqazga qo'l qo'yuvini shulay deb qabul etdi. Bu traditsion ruhiy qiymatlarni saqlab qoluv ham o'stiruv, respublikada konfessiya ora ham millat ora tinchlik ham totuvlikni nig'ituv yo'lida bir odim olg'a bo'ldi deb bildirdi ular. Biz bu haberler turunda eshitgach bek şatlandık. Bizning elimizde her vakitte da iki dinne de tegiz gördüler. Barık iki dinde de tegizlik bo'lgan vaqtda, birdenlik bo'lgan vaqtda gana ilde tanışlık bola. Biz bu ukazga bek şat. Prezidentning bu uqazı bilen men bek de kelişem, indi bekrek de indi 4 noyabr günü hal etildi. Hem indi zor tilektaşlık ko'rsataman. Biz her vaqtdagi prezident bilen birge. 1000 yıl elek bu yerda bütün dunyoga tanilgan musulmon fanni bilim biri üzeri işledi. Bu 1080 yılda galim Yaqub ibn Nuqman açkan Dar el-G'ilm Bulg'ar universiteti. Xalqaro statusga ega yuqori o'quv yurtida bütün yaqin kunchiqishdan kelgan studentlar bilim ola turgan bo'la. Bulg'ar turunda ol chaqda galimlar ham bilgichlar ile deb siylilar. Hozir uning elikiga donin akademiya bo'ldirib qaytarmoqchilar. Bu fikrni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin da xo'pladi. Akademiya bazasida Bulg'ar G'olimlar Soveti fanni bilim beruu üzeri, Islom kitobxonasi, ekspert sovet, Tatar din bilgichlari merosini o'rganish üzeri ham boshqa komplekslar bo'lacak. Bu bizning uchun zo'r shodlik, ul akademiyada albatta endi zo'rgina g'olimlar azirlatirgan o'rin bo'lacak. Mana Rustam Nurg'aliyev aytgan shekilli, uning jimishlarni hali biz 20-25 yıldan sonra ko'rashak, lekin mana bugün olaytgancha shashib qoldirib kerak, chunki negizin bo'ldirib akademiyani bir yilda 2 yilda ishlab bitirib shunda butun dunyo g'olimlarini azirlatirgan uşak bo'layindi. Bizning Tataristonda tolerantmiz. Hristiyan bilan musulmon dinining ayirmishi ikkisini birga ko'taruv, ul endi bizning budan kelgan traditsiya. Olayında biz ne anı özgürtüp bulmuyor, Allah'a şükür bizim Tataristanımızda bütün milletlerde dost tuğan tatı bulup yaşayırlar. Uylap kalam, hem de şanam, geleceğimiz matur, dilimiz nıgır, hem Tataristanımızda tinchlik tağında kübeyir deyip. Tataristondagi fanni üzek Rossiyada diniy bilim beruning yuqori zvenosi sanalashak. Proyektni turmushga oshiruvning birinchi etapida 8 oktyabrdan Oqmashit kompleksi bazasida Qur'onni tirantin o'rganish bo'yicha 6 oylik kurslar start oldi. Onda 20 kishi bilim ola. Bulg'ar Islom akademiyasining Oqmashit kompleksi ortidagi territoriyada tuzmoqchilar. Kelasi yilning 21-mayida akademiya bo'lasi o'ringa negiz toshini qo'yib qoldiruv planlashtirilgan. Bu bizning tarixda ayrim o'rin olgan data. Bulg'arda islom dinini qabul etgan kun. Shulay Tatariston metropoliyasi Rus Pravoslav Shirkavining ham Qozon meriyasining Qozon Bogorodica monastiri kompleksi qissalarida Qozon izgi ona ikonasi saburin yangidan bo'ldiruv niyatida shunga oshashak. Bu ikona Qozonga 1579-yilni kelib erishi. U chaqdagi voqealarda Moskva ham butun Rossiyaning bo'lashak patriarxi ruhoniy Germagen qatnasha. Qozon izgi ona ikonasi qaytarilgan kunni 21-iyulda uning hurmatine turg'iziluvchi sabor bo'lashak o'rinda da negiz toshi qo'yilashak. 4 ноября День народного единства совпадает с праздником Казанской. 4 noyabr birdamlik kuni Qozon izgi ona ikonasi bayrami bilan to'g'ri keldi. Tarixdan ko'ringancha 1612-yilda aliga ikona yordami ham xalqning birdamligi bilan Moskvani ham elimizni Polsha interventlaridan ozod etish mumkin bo'ldi. Bu kunni butun xalq shahar bo'yicha izgi hoj yo'li bilan uzdi. Xalq o'zining ko'p millatli, ko'p konfessiyali ham birdam ekanini ko'rsatdi. Tatariston prezidentining bu qarorga qo'l qo'yuvi bek aybat g'amal. Respublika boshlig'i shulay etib ikki dinni de bir tegiz ko'ruvini ko'rsatdi. Respublika bilan g'adil idora etuvini anglatdi. Biz unga rahmatli. Bu uning musulmonlarni da, xristian dinindagilarni de bir tegiz yaratuvini bildirdi. Biz birdan bo'lsaqgina elibizda tinchlik bo'lacak.
Татарстанлылар өчен рухи һәйкәлләрне төзү һәм торгызу яңалык түгел. Бу эшләр күп милләтле халкыбызны берләштерде. Изге Болгар һәм Свияжск утравын торгызуда яшенә, социаль торышына һәм нинди диндә булуына да карамастан республикада яшәүчеләрнең күпчелеге катнашты дип белдерде Татарстан президенты. Болгар Ислам академиясен һәм Казан Изге Ана иконасы соборын булдыру асылында да шул ук идея ята. Меценатлар исемнәре мәңгегә тарихка кереп калачак. Алар истәлек китапларына һәм мемориал билгеләргә язылачак.